Assalomu alaykum hammaga. Andijon qora to'g'lari o'sha ko'pchilik bilgan, o'sha o'zimizni uyda boqqani xashaki to'g'larni jo'jalari bo'ladi. Immuniteti baquvvat kelib ko'rib netib osarang bo'laveradi. Andijon qora to'g'ri jo'jalari ham bor. O'rdak jo'jalari ham bor. Inkubator xizmati ham bor. Rangli jo'jalar ham bor. O'sha u Toshkentda rangli jo'jalar sariq, qora, oq bo'ladi, paypaqlilar bor. Bemalol kelib ko'rib netib osarang bo'laveradi. Dastavkalarimiz bor. Dastavkalarimiz alohida hisoblanadi. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Tuxum bostiraman degan ham Andijon qora ranglida o'rdak jo'jalarini olaman deganlar bemalol aloqaga chiqaveringlar, bexijolat. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Sanoat mahallasida. Shu Quva tumaniga shu kirib qolganingizdayoq o'sha sanoat qayerda desalaring o'sha любой yordam ko'rsatib yuboradi. Chunki sanoatchilar o'sha anchadan beri shu cho'ja inkubator bilan shug'ullanuvchi mahalla hisoblanadi. Endi bu jo'jalarimizga keladigan bo'lsak, narxlarini opisiyaga yozib qo'yaman. Bemalol ko'rib turib, misol o'qib olib turib, opisiya videoni tagida turadi. O'sha o'qib netib o'zingizga nima kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Tuxum bostiraman ko'proq deydiganlar ham bemalol nima qilaveringlar. Chunki har 5 kun 10 kunda inkubatordan jo'jalar ochib chiqaveradi. 1000 ta, 2000 ta chiqaveradi. Olaverasizlar. Zakaz berib qo'ysalaring ham bo'ladi bir kunligiga. Yo kattarog'ini olaman. Har xil yoshdagisi bor. Bemalol kelaveringlar. Sizlar pullaringga yarasha sifatlisini topib beramiz. Bozorchilar bo'ladigan bo'lsa, bozorchilar ob'yomda oladi. Misol ob'yomda ko'proq oladiganlarga narxlarni ancha kelishtirib beryapmiz. Dastavkalardan ham nima qilib beryapmiz. Hozir jo'jalarni Qirg'izistonga o'tkazish imkoniyatlarimiz bor.